Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlarimiz. Bugungi videomiz barcha nafaqaxo'rlarimiz uchun o'ta muhim va shoshilinch xabarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasidan kelgan bu ma'lumot sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi, hattoki uni sezilarli darajada oshirishi yoki sizni firibgarlardan himoya qilishi mumkin. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki yaqin orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men sizga hozirgi kunda pensiya tizimidagi eng dolzarb yangiliklar, o'zgarishlar va ehtimoliy xavflar haqida batafsil ma'lumot beraman. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni so'rayman. Chunki bu ma'lumot ko'proq insonga yetib borishiga yordam beradi. Pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar va buning sabablari so'nggi paytlarda pensiya ta'minoti tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bilamizki, avvallari pensiya hisoblash mexanizmlari biroz sodda bo'lishi mumkin edi. Bunda asosan ish staji va ish haqi miqdori asosiy rol o'ynar edi. Ammo endi qonunchilikka kiritilgan yangi tuzatishlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi natijasida juda ko'p yangi nuanslar va imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlar asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi farmonlari va hukumat qarorlari asosida amalga oshirilmoqda. Ularning maqsadi nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, pensiya hisoblashda adolatni ta'minlash va tizimni yanada shaffof qilishdan iborat. Asosiy muammo shundaki, bu o'zgarishlar haqida barcha nafaqaxo'rlarimiz to'liq ma'lumotga ega emaslar. Pensiya jamg'armasi o'zgarishlarni e'lon qilsa-da, bu ma'lumotlarning har bir fuqaroga individual tarzda yetib borishi qiyin kechmoqda. Natijada ko'plab insonlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlardan, qayta hisoblash imkoniyatlaridan yoki yangi turdagi pensiya va nafaqalardan bexabar qolishmoqda. Tasavvur qiling, sizga aslida ko'proq pensiya tegishi mumkin, lekin siz bu haqda bilmaganingiz uchun uni olmasdan yashayverasiz. Bu albatta adolatsizlikdir. Bizning vazifamiz esa sizni bu kabi muammolardan ogohlantirish va to'g'ri yo'l ko'rsatishdir. Bundan tashqari afsuski, ushbu mavjud ma'lumotlar oraligidan foydalanib, g'arazli niyatli shaxslar, ya'ni firibgarlar faollashganlar. Ular sizning ishonchingizdan foydalanib, yangi pensiya qonunlari, bonuslar yoki imtiyozlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatishmoqda. Maqsadlari esa sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz ma'lumotlarini o'g'irlash yoki pulingizni o'zlashtirishga urinishmoqda. Shuning uchun men sizni faqatgina rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ishonishga va har qanday shubhali xabarlarga e'tibor bermaslikka chaqiraman. Nima bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya tizimidagi hozirgi o'zgarishlar sizning pensiyangizga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, yangi qonunchilik bilan eng kam ish haqi MIB va pensiyani hisoblash uchun qabul qilinadigan maksimal ish haqi miqdori muntazam ravishda oshirib borilmoqda. Bu degani, sizning pensiyangizni hisoblashda foydalaniladigan bazaviy miqdorlar ko'tarilgan. Bu esa ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun pensiya miqdorining oshishiga olib keladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblanmagan bo'lsa, bu siz uchun muhim omil bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ish stajini hisoblash tartibiga ham bir qator muhim o'zgarishlar kiritildi. Masalan, nogiron farzandni parvarishlash davrlari, harbiy xizmat muddati, ayrim turdagi o'qish davrlari va hatto ma'lum bir kasblarda ishlagan muddatlar ilgari hisobga olinmagan yoki noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin edi. Hozirgi kunda bu kabi davrlar pensiya stajiga to'liqroq va adolatliroq kiritilmoqda. Bu o'zgarishlar ko'pchilikning stajini oshirishi va shu orqali pensiya miqdorini ko'tarishi mumkin. Uchinchidan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar joriy etildi. Bu masalan, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar, alohida kasb egalari, masalan o'qituvchilar, shifokorlar, qishloq xo'jaligi xodimlari, mehnat faxriylari, shuningdek maxsus xizmatlar yoki yutuqlari bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan. Bu imtiyozlar pensiya miqdoriga sezilarli darajada qo'shilishi mumkin. Pensiya qayta hisoblash imkoniyatlari ham mavjud. Ba'zi hollarda bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Boshqa hollarda esa sizning arizangiz asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar xavotir olishi va harakat qilishi kerak? 1. So'nggi 3 yil ichida pensiyaga chiqqanlar, sizning pensiyangiz so'nggi qonunchilik o'zgarishlarini to'liq aks ettirmagan bo'lishi mumkin.
Yangi qoidalar sizning foydangizga bo'lishi ehtimoli yuqori. 2. Ish staji yozuvlari to'liq bo'lmaganlar yoki ularda xatoliklar mavjud deb hisoblaydiganlar. Ba'zi yillar yoki ish joylari mehnat daftarchasiga kiritilmagan bo'lishi yoki noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Hozirgi tizim bu kabi kamchiliklarni aniqlash va tuzatishga yordam beradi. O'tu, nogiron oila a'zolari masalan, nogiron farzandi, turmush o'rtog'i, ota-onasi bo'lganlar yoki maxsus ijtimoiy maqomga ega bo'lganlar, siz qo'shimcha nafaqalar yoki imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. 4. Peza. Pensiya miqdori yaqinda oshirgan bo'lsa-da, bu yetarli emas deb hisoblaydiganlar. Ba'zan avtomatik qayta hisoblash hamma nuanslarni hisobga olmasligi mumkin. Sizning ishingiz individual tarzda ko'rib chiqilishi kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Pensiyasi yaqinda pensiya jamg'armasi tomonidan to'liq ko'rib chiqilgan va optimallashtirilganlar. Agar sizga shu haqda rasmiy xabar kelgan bo'lsa, sizning pensiyangiz yangi qoidalarga muvofiq hisoblangan bo'lishi ehtimoli yuqori. 2. Ishidagi yozuvlari aniq, to'liq va barcha davrlarni o'z ichiga olganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda yoki elektron mehnat daftarchangizda hech qanday xatolik yo'q deb hisoblasangiz, siz uchun katta o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Ammo baribir tekshirish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi misol. O'qituvchi Dilfuza opa. U 6 yoshda umumiy mehnat staji 35 yil. Ilgari uning pedagogik staji standart tartibda hisoblangan. Yangi qonun hujjatlariga asosan ba'zi turdagi pedagogik stajlar, masalan, qishloq joylarda yoki maxsus maktablarda ishlagan yillar 2 barobar qilib hisoblanishi mumkin. Agar Dilfuza opaning pensiyasi avval 28 million so'm bo'lgan bo'lsa, staji qayta hisoblangach, u 2 million so'mga yetishi mumkin. Bu degani oyiga 5000 so'm qo'shimcha daromad. Bu uning turmush tarziga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Uning vazifasi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining stajini ushbu yangi qoidalar asosida qayta ko'rib chiqishni so'rashdir. Ikkinchi misol, zavod ishchisi Bahodir aka. U 62 yoshda umumiy mehnat staji ko'rim yil. U uzoq yillar og'ir sanoatda ishlagan. Eski tizimda uning staji maksimal koeffitsiyentga yetmasdi. Chunki o'sha davrdagi qonunchilikda ba'zi texnik jihatlar mavjud edi. Yangi qonunlarda xavfli sharoitdagi ishlarga beriladigan ustamalar va koeffitsiyentlar oshirilgan. Bahodir akaning misolida agar uning pensiyasi avval 2 million so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartibda ayniqsa og'ir mehnat sharoitlari hisobga olinganda, uning pensiyasi 2,9 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu o'yiga 400 ming so'mlik farq. Buning uchun u pensiya jamg'armasiga ish joyi va sharoitlarini tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qilishi kerak. Uchinchi misol, nogiron farzandi bor Muhabbat opa. U 28 yoshda 25 yil mehnat stajiga ega. Uning nogiron farzandini parvarishlash davri ilgari to'liq pensiya stajiga kiritilmas edi yoki cheklangan holda hisobga olinardi. Endi yangi qonunlarga binoan bu davr to'liq pensiya stajiga kiritilib, Muhabbat opaning umumiy staji oshadi. Bu esa uning pensiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Agar uning pensiyasi ilgari 2 million so'm bo'lgan bo'lsa, bu o'zgarish natijasida uning pensiyasi under 5 million so'mga oshishi mumkin. Uning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va farzandining nogironligi to'g'risidagi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kifoya. 4-misol, firibgarlik xavfi. Marhamat ismli nafaqaxo'rga telefon orqali qo'ng'iroq bo'ladi. O'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirgan shaxs uning pensiyasiga yangi bonus qo'shilganini va uni olish uchun bank kartasi raqami, amal qilish muddati va orqa tomondagi 3 xonali CVV kodini aytishni so'raydi. Marhamat opa ishonib ma'lumotlarni berganida uning kartasidagi barcha pul yechib olinadi. Yoki sizga xabar keladi. Pensiyangizni oshirish uchun ushbu havolaga o'ting. Shubhali havola. Bunday havolalar orqali firibgarlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashga urinadilar. Bu kabi holatlarda siz xushyor bo'lishingiz va hech qanday ma'lumotni begonalarga bermasligingiz shart. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar pensiya tizimi o'zgaruvchan va ba'zan murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ba'zi istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar mavjudki, ularni bilish juda muhim. Unutilgan ish staji hujjatlari. Ba'zan nafaqaxo'rlar o'zlarining ba'zi ish joylaridan olingan hujjatlarni yo'qotib qo'ygan bo'lishlari mumkin. Bu ayniqsa eski davrlarda ishlaganlar uchun tez-tez uchraydigan hol. Agar mehnat daftarchangizda ma'lum bir davr yozilmagan bo'lsa yoki hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, siz
arxivarius tashkilotlarga, sobiq ish beruvchingizga agar korxona mavjud bo'lsa, murojaat qilishingiz yoki sud tartibida o'z stajingizni tiklashingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu hujjatlarni qanday tiklash bo'yicha maslahat berishi mumkin. Har bir kichik hujjat ham muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun jiddiy e'tibor bering. Elektron mehnat daftarchasidagi noto'g'ri ma'lumotlar, bugungi kunda ish staji haqidagi ma'lumotlarning aksariyati elektron mehnat daftarchasi e-mehnat tizimida raqamlashtirilmoqda. Biroq bu tizim ham mukammal emas. Ba'zan eski hujjatlarda ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin. Siz MyTOGIF.uz portali orqali o'zingizning e-mehnat daftarchangizni tekshirishingiz va undagi ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishingiz shart. Agar qandaydir nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, ish beruvchingizga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib ularni tuzatishingiz kerak. Ushbu ma'lumotlarning to'g'riligi pensiyangizni hisoblashda asosiy rol o'ynaydi. Idoralararo ma'lumot almashinuvi muammolari ba'zan turli davlat idoralaridan, masalan, Mudofaa vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi yoki ta'lim muassasalari keladigan ma'lumotlar pensiya jamg'armasi tizimiga to'liq va o'z vaqtida integratsiya qilinmasligi mumkin. Bu harbiy xizmat davrlari, tibbiyot sohasida ishlagan yillar yoki o'qish davrlari hisobida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar sizning stajingizda shu kabi davrlar mavjud bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni o'zingiz bilan olib borishingiz va pensiya jamg'armasi xodimlariga taqdim etishingiz maqsadga muvofiqdir. Maxsus ish turlari, xavfli sharoitlardagi ishlar, yer osti ishlari yoki chekka hududlardagi ishlar uchun pensiya hisoblashda maxsus koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Agar siz bu kabi sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Bu sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, konchilar yoki kimyo zavodlarida ishlaganlar uchun alohida imtiyozlar mavjud. O'qish davrlari. Oliy ta'lim muassasalarida yoki kasb-hunar kollejlarida o'qish davrlari ham ma'lum sharoitlarda ish stajiga kiritilishi mumkin. Masalan, agar o'qishdan so'ng mutaxassislik bo'yicha ishga kirilgan bo'lsa, bu davrlar hisobga olinishi mumkin. Bu qoida har doim ham to'g'ri qo'llanilmasligi mumkin. Shuning uchun o'qishga doir diplomingizni va ishga joylashish to'g'risidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yishingiz lozim. Pensiyaning indeksatsiyasi. Pensiyalar muntazam ravishda inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ammo yangi qonunchilik aktlari pensiya miqdorini indeksatsiyadan tashqari ham oshirishi mumkin. Siz indeksatsiya jadvalini pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan tekshirishingiz mumkin. Ixtiyoriy badallar. Ba'zi fuqarolar, masalan, o'z-o'zini band qilganlar yoki ish staji yetarli bo'lmaganlar kelajakdagi pensiya miqdorini oshirish uchun ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lashlari mumkin. Bu tizim orqali siz o'z stajingizni sotib olishingiz yoki mavjud pensiyangizni oshirishga harakat qilishingiz mumkin. Bu imkoniyat haqida pensiya jamg'armasi bo'limlaridan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Onlayn arizalarning kamchiliklari. MyTOGIF.uz portali orqali pensiyaga oid ko'plab xizmatlardan foydalanish mumkin. Ammo onlayn ariza topshirishda ba'zi xatolar yuz berishi mumkin. Hujjatlarni noto'g'ri formatda yuklash, elektron imzo bilan bog'liq muammolar yoki keraksiz maydonlarni to'ldirmaslik. Shuning uchun onlayn ariza topshirishda juda ehtiyot bo'lish va ko'rsatmalarga to'liq rioya qilish zarur. Firibgarlik sxemalarining chuqur tahlili. Firibgarlar ko'pincha sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartasi raqami, PIN kod, CVV kod, SMS kodlar so'rashadi. Yodingizda tuting, pensiya jamg'armasi xodimlari hech qachon telefon orqali yoki xabarlar orqali sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar kimdir o'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, pul o'tkazish uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni talab qilsa, bu o'yib-bediz firibgarlikdir. Rasmiy aloqa kanallari. Pensiya jamg'armasi bilan aloqa qilishning yagona rasmiy yo'llari. Shaxsan pensiya jamg'armasi bo'limiga borish, MyTOGIF.uz yoki jamg'armasining rasmiy veb-sayti orqali murojaat qilish yoki rasmiy telefon raqamlari orqali markaziy qo'ng'iroq markaziga bog'lanish. Soxta veb-saytlar va xabarlar. Firibgarlar ko'pincha rasmiy veb-saytlarga juda o'xshash bo'lgan soxta saytlar yaratadilar. Bunday saytlarni domen nomi URL orqali aniqlash mumkin. Ular ko'pincha govuz bilan tugamaydi, balki turli harf yoki raqam qo'shimchalari bo'lgan shubhali domenlarga ega bo'ladi.
xabarlardagi grammatik xatolar, g'alati iboralar ham firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Shoshilinch bonus yoki tezkor to'lov sxemalari firibgarlar sizni tezkor to'lov yoki kutilmagan bonus va'da qilib, tezda harakat qilishga undaydilar. Ularning maqsadi sizni o'ylab o'tirmasdan tezda xato qilishga majbur qilishdir. Har doim bunday xabarlarga shubha bilan qarang. Amaliy maslahatlar siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qism sizning qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida. Birinchi qadam, hozirgi pensiya miqdoringizni va elektron mehnat daftarchangizni tekshiring. MyAKKF.uz portali orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, buni qiling. Elektron mehnat daftarchasi bo'limiga o'ting va undagi barcha ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Sizning ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ish joylaringiz, ishga kirish va chiqish sanalari, egallagan lavozimlaringiz to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Pensiya jamg'armasi saytida ham o'zingizning pensiya miqdoringiz va uning hisoblash asoslari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Agar sizda MyAKKF.uzdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, pasportingiz bilan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, o'zingizning ish tajingizni va pensiya miqdorini eng so'nggi qoidalar bilan solishtiring. Agar sizning pensiya stajingizda yuqorida aytib o'tilgan davrlar, masalan, nogiron farzandni parvarishlash, harbiy xizmat, ayrim turdagi o'qishlar, xavfli sharoitdagi ishlar mavjud bo'lsa, ularning to'liq hisobga olinganligiga ishonch hosil qiling. Agar siz so'nggi yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiya hisoblashda foydalanilgan ish haqi koeffitsientlari eng yangi qonunlarga muvofiq ekanligini tekshiring. Bu jarayonni o'zingiz amalga oshira olmasangiz, mutaxassislardan yordam so'rang. Uchinchi qadam, agar sizda nomuvofiqliklar yoki pensiyani qayta hisoblash imkoniyati mavjud deb hisoblasangiz, zarur hujjatlarni tayyorlang. Quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'lishi mumkin. Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu eng muhim hujjatlardan biri. Undagi barcha yozuvlarning aniqligi juda muhim. Diplomlar va attestatlar, agar sizning o'qish davrlaringiz stajga kiritilishi kerak bo'lsa. Qaramog'ingizdagi oila a'zolarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar mavjud bo'lsa va ular pensiya miqdoriga ta'sir qilsa. Nikoh yoki ajrashish to'g'risidagi guvohnomalar, familiya o'zgargan hollarda. Harbiy guvohnoma, harbiy xizmat davrini tasdiqlash uchun. Agar eski ish joylaridan hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar. Bunday ma'lumotnomalar ish stajingizni tasdiqlaydi. Ish joyidan ma'lumotnomalar, masalan, ish haqi miqdori, ish sharoitlari haqida. Boshqa maxsus sharoitlarni yoki yutuqlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, faxriy unvonlar, orden va medallar. Har bir hujjatning asl nusxa va nusxasini tayyorlang. Chunki ba'zi hollarda asl nusxalar tekshirish uchun talab qilinishi mumkin. To'rtinchi qadam, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki onlayn ariza topshiring. Barcha hujjatlarni tayyorlaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. U yerda sizga maxsus ariza shakli beriladi. Arizani aniq va to'liq to'ldiring. Arizada siz o'z pensiyangizni yangi qonunchilik normalariga binoan qayta hisoblashni so'rayotganingizni, ish stajingizni qayta ko'rib chiqishni talab qilayotganingizni aniq ko'rsating. Shuningdek, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday qo'shimcha imtiyozlarni ham ko'rsatib o'ting. Murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazing va arizangizning nusxasi hamda ro'yxatdan o'tganligi haqidagi tasdiqnomani o'zingizda saqlab qoling. Agar onlayn murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, MyPortal orqali tegishli xizmatni tanlab, hujjatlaringizni elektron shaklda yuklang va elektron imzo bilan tasdiqlangan. Onlayn arizaning holatini ham shu portal orqali kuzatib borishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddatga ega bo'ladi. Odatda 10-15 ish kuni. Bu muddat ichida sizga javob berilishi kerak. 5-qadam, firibgarlik harakatlaridan ogoh bo'ling va ularni xabar qiling. Agar sizga shubhali telefon qo'ng'iroqlari, SMS xabarlar yoki elektron pochta xabarlari kelsa, ularga javob bermang. Hech qachon bank kartangiz ma'lumotlarini, PIN kodini, CVV kodini yoki SMS kodlarini boshqa shaxslarga bermang. Pensiya jamg'armasi bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shunga o'xshash holatga duch kelsangiz, darhol aloqani uzing va pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga yoki ichki ishlar organlariga xabar bering. Bunday hollarda firibgarlarning maqsadi sizning pulingizni o'g'irlashdir. 6-qadam,
Ma'lumotlarni har doim rasmiy manbalardan oling. Pensiya tizimidagi har qanday o'zgarishlar faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan, Pensiya.uz, hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uz yoki boshqa rasmiy yangilik manbalaridan ma'lumot oling. Gazetalar, ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali guruhlar yoki noma'lum shaxslardan olingan ma'lumotlarga ishonmang. Ma'lumotning haqiqiyligini har doim tekshiring. Xulosa. Aziz do'stlar, bugun biz pensiya tizimidagi muhim o'zgarishlar va sizning huquqlaringizni himoya qilish bo'yicha juda muhim ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Pensiya jamg'armasidan kelgan bu shoshilinch xabar sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Unutmang, sizning pensiyangiz bu sizning uzoq yillik mehnatingiz natijasi. Unga e'tiborsiz bo'lmang va o'zingizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlardan foydalanishga harakat qiling. Sizning pensiyangiz miqdori sizga kerakli darajada bo'lishi uchun faol harakat qilishdan tortinmang. O'zingizni firibgarlardan himoya qiling va har doim rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang va pensiya jamg'armasidan kelgan navbatdagi shoshilinch xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.